Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fezaili. Bu fezileti amalniki kitabıdır bu deyildi. Biz şimdi Riyazu Salihin diyen kitapta okup hazır endi Kitabul Fezail diyen bir mevzuğa çoğun bir hacimlik mevzuğa kiptop. Hem Kitabul Fezail. Yani Fezail diyen ne bu? Fezail diyen cem'i olup bununki mufredi faziletun. Faziletun diyen gep. Fazilet diyen ne bu? Yaxşı. Yani ubdan onunki savabı cek diyen ne boğamlıdır o gep boğamlıdır. Yani yaxşı, bek ubdan, bek kattan alaylık yokre diyen gep. Bu dini tarafta boğandikken bununki yaxşılığı hem ubdallığı alaylığınki onunki yukarı oluşu onu karta bazı işler ve savab yani ecir kattan bolu diyen gep. Bu faziletninki esi manisi bunun naqi satninki nemsi o zitti. Hem de naqisat diyen nemo kemçillik diyen gep. Kem diyen gep buludu. Kemninki zitti fazilet. Naqais yani fazail diyen emişi gep boğan buludu. Hem de fazail diyen faziletninki pazil bu sipti müşebbeninki nemsi boğan buludu. Hem de bu pazil dep gelse artık dep gelga vakti yüzüde bu küpünce yaxşılıkka işletildi. Yaxşılıkka işletildi bu. Hem bu yerde fazilet diyen gepniki yüzü yani artık uşup boluğa işler diyen gep var mı sifet. Hem bu yerde fazail diyen bu dinimizden İslam dinimizdeki ahkam ve şeriat meselesindeki yüzüden yani gayrı olan ama ahkam ve şeriat meselesindeki yüzüden bu adam resmi mümin Müslüman itibarı buluşulan bu onun için kılışçı gerek. Bunu fazail kirmeydi. Bu fazail diyen başkan. Bu ahkam hem fazilet hem itikadi ve onun başkan her xil hüküm ve şeriat ispatlaydıgan şeriatte bekitilgen nesneki yüzü bu ayrım. Hem de fazail diyen onu qıp boğan deyken onu kılışla birlikte koşup mukapatlap yani ziyade kılıp anısa manı kıldığında berdiğan nimeler ola nesle. O nime savapla mesela ecirle. Mesela namaz okuş. Namaz okuş bir mümin, Müslüman buluş itibar bilen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen deykenler o adamın geldiğine bana düşürdüğün bir mecburiyet. Bu onu demesi gerek. Ondan olsa la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın diyen deyken bununki geldiğine o namaz okuş, zakat veriş, hac kılış, rozu tutuştan ibaret olan mühim ibadet hep kalıgan nesniki o adamniki geldiğine kılış o ütüp kalıdı. O İslam ben la ilahe illallah dedim. Ben Müslüman diyenninki hakkı ben müşrik yapın ütüp kalıdı. Onu katli kımız bulmayı. Bu ahkam şeriat. Hem de bir adam ben namaz okus kandak oludu, tertaz kandak savap oludu, zakat verse, rozu tutsa, hac kısa dikenini biz yukarıda okuduk. Yani Allah andak oldu, mındak oldu, apısın tuğulgandak oldu dem. Hacninki nemisi de ben onun mukafat menli berimen dedi, ravuzlara digende. Bu ahkamden şeriat bekitilgen mukim dep qarılgan mana bunundan başka nima Allah mukatlap berdigan nima on fazilet degan gap. Bu fazilet bu ameller fazilet amallar naydeme o cık. Bunu qarta andaki targ'ib mümço cık. Targ'ib cık ana şu cihatniki yüzü farz olgan bolsa o cihatqa qatnaşqan, yordam qilgan şu cihat mayda ülüp ketken diğerledek onun ahiret kılığın mukafat diğerledek o fazail nime o amal. Yani o perdeki manıksı mandak iş oldu diğerlik çok boğamı. Biz hem de mezmununki üzere mene fazail amaldan ibaret olan bu nesin üstündüm konumuz yerde toxturuz. Hem de fazail amalınki üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sahih hadisleri ve onundan başka Hasan dep qaralgan bu hadislarda nime o sabit. Hem onundan başka mesela zayıf yani garip ku sahih diyen gap
Endi g'arb hadisiniki degan bu usul hadisi o'qidik. Endi zaif hadis olsa bu canın o'zida fazoil amal bo'lgan bo'lsa, u canın o'zida bir qancha hadis bor ekan zaif fazoil amal. U canın buni amal qilishga, ya'ni savobi chiqgan, chunki uniki asli yildizi u nima Qur'on hadisi chubba. Endi buni qilib qolsa, mana Alloh menda mukofot berdi, anda qildi desa, bu uning nima uyg'un. U hadisniki o'zi zaif bo'lsa, o'limalarimiz bu amali fazoil haqqiniki o'zida zaif hadisga amal qilish uchun bo'ladi deydi. Ammo bu zaif hadisniki o'zi bu nima qilmaydi? Zaif hadisning o'zi masalan ahkam yoki e'tiqod va boshqa shariat shu belgilanmaydi. Uni amal qilish uchun bu zaif deb belgilangan bo'lsa. Babu fazli qiraatil Qur'on. Bu Qur'onni o'qishniki fazilatiniki babudir. Endi Qur'on degani biz uni bilamiz. Ya'ni alhamdulillah tatib va nas kagish bo'lgan orliqda bizniki urf odatda Qur'on deb nima qilamiz ataymiz. Bu Allohniki shu so'zi. Endi buni o'qish, men farz bo'lish bor. Farz olan namazda Qur'onni oyat o'qimasak, u namoz bo'lmaydi. Va uni boshqa yerdimi çok uni o'qimasak bo'lmaydi. Ham bizniki mu'min va musulmon bo'lish e'tibori bilan va bizniki islom dinimizniki bütün ahkomlarniki hammasi Qur'ondan men chiqish e'tibori bilan Qur'onda bo'lsa andiki islom dini bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Unda o'g'ani bu e'tiborlar zodi Qur'onni o'qishi kerak. Har qanday bir mu'min musulmon men mu'minlar desam, men musulmonlar desam, mayli mu'min musulmon devamisa uchun o'qimamdi, u bizimiz yo'q. Ammo men mu'min musulmon degan deykilar, chunki u odamniki mu'min musulmonlikni belgilaydigan va bekitib beradigan bir kitob bor. U kitob qavi Qur'on. Mana bu e'tibor bilan u odamlarniki Qur'onni o'qishni u muhim. Muhim. Endi buni o'qigandan u odam hem uni ma'nosini tushunib, hem uni qanday ekanligini bilib, o'qigandan bu odam nisbatan mushu majburiyat ado qilgan bo'ldi. Endi o'qigandan keyin bunu Allah Taala bu işte o'qibdi meni so'zimni va odam deb bilib olgandan keyin insonga nisbatan foydaga yeni bir foyda bor. Bu qanday bo'ladi deydi. Yani bu ishning nimasi da ustida. Birinchi hadis. Abi Umame radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi dedi Abi Umame. Anladımı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydi. O'qilsa Qur'onni o'qinglar. U Qur'on qavi qo'limizdagi mana rasmiy mushaf holatga akagan alhamdulillah va nas kagish bo'lgan osh nim deymiz Qur'on deymiz. Bu Qur'onni o'qinglar deydi. Chunki nimishqa? Chunki bu Qur'oni Karim keladi qiyomat kuni o'zniki egil sohiblariga shafaat chupchuq keladi. deydi. Endi Qur'onni o'qish Payg'ambar sallallohu mayat emir bo'lgan bo'ldi. Endi bizga ama dunyoning ko'zida mu'min musulmonlik buni belgilaydigan bir asosimiz bor. Undan boshqa bir foyda bor. U foyda qavm mana qiyomat kuni bizga shafaat qiladigan bir aloylik bor. Mandaq fazilati bor. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu nima deydi? Qur'onni o'qinglar deydi. Yani bu yerda Qur'onni o'qinglar deganligi o'zidan bu xitobning o'zi shu vaqtning o'zida sahobalar men qatorli kishilar. Bular Qur'onni Karim o'zi bevosita echib o'qigan bo'lsa, ya bir odam o'qitib qo'ygan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, hammani tushunib ketadi. Buni alohida tafsir qilib, unda qilmasmi uchun bo'ladi. Bo'lgan bir davr. Men tafsir, usuli tafsir deganlar keyin tabiinniki zamonda keyin andaki rasmiy bu Qur'onni tafsir qilib bermasak bo'lmaydi ekan deb men tabiin va tabiinning ichidan chiqqan mufassir mashhur olimlar chiqqan. Uning oldilarimizda o'qib ketdi. O'chani saviya favqulodda yuqori tozi deydiki, bizniki 21-asr yoshida xristianlik deymiz qilish orqali biz onda taraqqi ketmedi. İnsanlarniki bu tarafida bo'lgan bir narsa bilish va tushunishdan, o'qishdan iborat bo'lgan saviya ham bu ne o'qib ketdi. Hammasi yovvoyi hayvonga o'xshashib ketdi. Axloq yo'q. Men musulmon deb hech bir insonlik darajasim yo'q. Kazzab, yolg'onchi, aldamchi, mushundaq samimiyatsiz mushundaq insonlar men dinni xizmatini qilaman, davoni qilaman degan odamning o'zi shunda umilishib ketdi.
Yani şu umuş ketdi. Umuş ketkendikin endi u çağın özüde Kur'an'ı okuyan bolsa o adam hemmesi için qanday ekanligini özü bilish bilan birlikte amalchi qildi. Yani bu. Endi bu yerda Kur'an'ni biz zahiri qarab, biz ma'nosini bilmasakmi, yani bo'ladi ekan degan gapni chiqadi zahiri qarab. Ammo bu yerda o'qish degandek ma'nosini bilib o'qish bu ko'z tutildi. Chunki bu yerda Qur'oni Karim ashablar degan gap, ashabi. Yani Qur'oni Karim ashabi degan Qur'oni Karimni o'qigan, amal qilgan, mashg'ul bo'lgan kishilarniki o'zi Qur'onniki soyidlar bo'ladi. Qur'onniki egalari shu bo'ladi. Butkul axloqiy, vujudi, butun amaliyating o'zidan Qur'on bakatgan ahkam, axloq u odam chiqqan bo'lsa ashab bo'ladi. Men mushu odamdan nima deymiz? Ashab deymiz. Men bu e'tiborla bu yer Qur'oni Karimniki ma'nosini o'qib, tushunib nima qilishni ko'zichi tutiladi. Endi Allah'nınki mana Qur'oni Karimniki labzisi ham ma'nosi Allohning so'zi bo'lgandan keyin mana agar u odamlarning o'zi ma'nosini bilamizmi, men mushlik ko'z tutish orqali mana hamma tafsil bir-birlab hozir ayrim o'qib arab bo'lmagan millat yoki masalan hozir arablarning hech kim bilmaydi Qur'onni, uni o'qigan bilan tushunmaydi hamdi. Bizmi qandaqki masalan Chag'atay yizig'i yozilgan shu 50-60 yıl, 100 yılın aldığınlarda yazılan kitapını normal, her kanda normal okumağa adam bunu bilamaydı. Okuğa adam çok bilirdi. Hazır Araplarımız şu Kur'an-ı Kerim özünün tili olan bile düşelmeydi, okuyamaydı. Hem de bu yerde eğer şu adamın okukası şu, hem de o Arapların gözü değil mesela açtak okumaptıken ama bunu okuyup düşülüp gidiyordu. Kandak ki bizdeki şu buruk kitaplarının üzerine okuyup bu adam uyar sonra okup kalır dendi. Hem de bu yerde Qur'oni Karim muşta o'qigan bo'lsa, in savob bo'lamdi, savob bo'ladi. Chunki Qur'on Alloh taolo bizga bergan mislsiz hech qanday bir narsa to'g'ri kelmagan nima bu ne'mat. Siz Qur'oni Karimni o'qing savob, amal qiling savob. Mana u Qur'oni Karim qalang, anglang, tutung, silang, hammasi nima o savob katta ish bo'ladi. Bu nima aynan ne'mat. Qanday qilsak. Ana o adeken Kur'an-ı Kerim'ninki üzerine ma'nosini bilmay o labzini o'qisimi inshaalloh men mushu erisdagi zoir asosan mush mukofotga hamda o odam yaxshi yomonni biladi ekan. Men bu e'tibordan ashundoq mana bilish orqali Qur'on mushtaq dedi deb uniki bizning masalan ajami arab bo'lmagan millatniki o'zi o'qisimi men namoz o'qib yaxshi odam bo'lib o'qigan bo'lsa jasman men mushu mukofotga erishib shu vaqt o'zidan 5 yıl kun tushgan vaqt o'zida Qur'oni Karim kelib, mana shu vaqt o'zida maydonning o'zida shu odamni qiyinchilik kun qolgan vaqt o'zida shafaat qilib, "Ey Alloh, ma odam meni cho'q o'qigan, meniki nima degan bo'lsa shu bo'yicha amal cho'q qilgan. Men shu odam deb bu odamni shunda xatar holat chiqib qolgan vaqt o'zida bu odam qutqizib epib keladi" deydi. Uning uchun nima deydi Payg'ambar shu Qur'oni Karim davomli shu o'qinglar, tashvatmanglar deydi. Bu ise İmam Müslim rivayet kıldı. Hem de Navvas bin Sam'an radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Dedi Navvas anladı mı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydi. Keltirildi kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'ni keltirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'ninki ehlini keltirildi. Ve anda bir kişiniki buldu o emel kıldı şu Kur'an-ı Kerim'de dünyada. Dünyada emel kıldığın kişilerin çoğu keltirildi. Bu yerdemde vellezine kanu ya'malun bihi degan bu etip tefsir oldu. Etip tefsir deydigan bir nim bu. Hem de etip bolsunmu yuqorqi ma'noniki nima deganligini tefsir izoh qilib beradigan nima o so'z degan gap. Unda u ekan va ahli degan gap Qur'oni Karimning ahlini degan gap, ya'ni Qur'oni Karimninki degan bo'yicha shu dunyoda amal qilgan nimalar kishilar degancha bo'ladi. Buni nima qildi deydi Payg'ambar buni keltirildi. Keltirildi deydi. Keltirib andikin mana oldida bo'ldi shu Qur'oni Karimga Sura Baqara va Ali Imron oldida bo'ldi. Ya'ni ma dunyoda oldida ana eng beshida alhamdulillah olsun boshda tarafida bor. Men oldida bo'ldi. Hozirki meni hujjat. Men davolishidi bu Sura Baqara bilan Sura Ali Imron şu yüzninki ikkisiniki sahibidir. Yani sahibi degan nima oyat deganimiz yo'q. Qur'oni Karimni bilib, o'qib, tushunib,
şu bunca amel kılan kişi sahip buludu. Yani ege degan gap, sahip degan Arapça gapning o'zida ma'aning sahibi chiqdi, sahip chiqqanlar degan ege chiqqanlar degan gap. Qur'oni Karimga ege chiqish qanday bo'ladi? O'qish bilan, uni ichidagi ma'ni tushunish bilan, to'g'ri bir shaklda tushunish, usuli bilan tushunish bo'lmaydi. Hatto o'ziniki ayrim buni pushqa kirib olib, ish qilib, ustoz tutmay, bu yerda nima qilmay, bu emas. Yomon niyat u to'g'ri bo'lmaydi. Qur'oni Karim tushunishga bir usul var. Her qanday bilan usul bo'lganda o'qish va tushunishning bir usul var. Usul tafsirda bir usul var. Shuning uchun bilish kerak. Mana mushundaq mana ajda tushunib, ajda o'qib, ajda qilgan bo'lsa, bu odam Qur'onga nima qilgan bo'ldi, sahib chiqqan bo'ldi. Mana bularni qiyomat kuni Alloh nima qildi ekan, akeladi ekan. Endi Qur'oni Karimni qiyomatga keltirib zot Qur'oni Karimni bizniki hissiyozı dunyoda meni ko'ryapmiz. Endi amal qilgan kishilarning cho uni ko'rib, amal qilgan kishilar hammasi maydonga qismishda akeldi bir xilolatda Alloh taolo ko'rdi uni Qur'onga amal qilmish kishilar, sahiblar, Qur'onga sahib chiqqan kishilar demişler şu akel. Anlamadıkken biz şununki derisiga naib bo'lish uchun, şununki taibsining ishiga, doirasining ishiga kirishimiz uchun biz Qur'onga ega chiqishimiz kerak. Sahib chiqishimiz kerak. Qur'onga sahib bo'lishimiz kerak. Sahib degan nima? Davomli o'qib turish, tafakkur qilish, izlanish va eng muhimi amal qilish. Bu yerda oy yilda bunda qapirib shok apiriblar, bunda suyib qo'ygan oyat ko'rib qolsa, bu yerga bunda beshanlik apirib to'g'ri, uni bir hurmat qilsa, u hurmat emas, u shakli. U Qur'oni Karimning ichidagi narsa amal qilib, o'zini bo'lgan rasmiy hurmat bo'lgan bo'ladi. Endi Sura Baqara bilan Sura Ali Imron shu o'zniki ikki sohibiga davolashdi ekan. Ya Allah, bu ikkisi meni o'qidi, menga amal qildi. Mush adam do'zax akramlar, yo'q do'zax akrisi bo'lmaydi, ma ish qildi mening oyat. Chunki ahkamniki ko'pincha Sura Ali Imron bilan Sura Baqarada bor. Bu çünkü bu ikki sura Madinada tushgan. Ahkam masalasi bu ne bo'ldi? Allah ibratlik bo'lib bu Sura Baqarning o'zida. 3-hadis. Osman ibn Affan radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qildi dedi Osman. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Sizlarniki yaxshilaringlar, anda bir kishidir ki u Qur'onni o'rgandi va o'rgatgan kishidir deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam min mushtaqchu dedi. Endi sizning yaxshilaringlar. Yani biz hozirgi zamonimizda yashayotgan insonlarning yaxshisi kim? Yaxshi insonni qanday qilamiz? Yaxshi inson topamidik, dizak bo'lmaydi. O'lcham bu. O'lcham nima deb aytmasam, sizniki shu yashayotgan deydi bizga xitob qildiki, vosita orqali. Sizniki ishingizga yaxshi yashayotgan insonning ichida eng yaxshi kishi kim ekan? Ikki. Birisi Qur'oni Karimni o'rgangan. Ikki, o'rgangan Qur'oni Karimni yeni o'zishib turib olmay, uni ikkinchi bir odamga nima qilgan o'rgatgan. Bu eng tövende o'rganganni mana o'rgatdi, bu nima qildi? Qur'oni Karimga ichidagi ahkomga amal qilgan bo'ldi. Ya'ni amal qilgan. Mana mush kishilar deb payg'ambarsam chu mushta degan. Unda o'ndikin biz nerede olsa Qur'oni Karimni o'rganaman deb yuribdi. Masalan, dinda o'qiyotibdi, tolibil ilmi deydi. Mana tolibil ilmi. Bu tolibil ilminin o'zi sarf, nahvi, onun boshqa balog'at, shuningdek usul tafsir va onun boshqa usul hadis deganidek mushu ulumi odat va ulumul arabiyya deb qaralayotgan shu ilmlarniki o'zini mana shu madris va maktablarda o'qitgan bo'lsa, chunki bu ilmlarniki o'zi Qur'oni Karimni tushungan o bir omil, bir sabab. Uni Qur'oni Karimni o'qigan bo'ldi, o'qigan bo'ldi. Mana bu eng yaxshi kishi, diniy tarafdan. Bu eng nima o? Yaxshi kishi deb dinni o'qitgan kishilar eng yaxshi deymiz. Mayli, qaysi ilmni bo'lsa, to'g'ri ilmni bo'lgan bo'lsa. Ikkinchisi Qur'oni Karim o'qitibdi. Qur'oni Karimni o'qitibdi ekan, masalan, uniki eng tövini nimani o'qitdi? Ilm patasini o'qitibdi. Ilm patasini deydi, o'qishni, o'qitishni, qiroat qilishni, tajvidni va shuningdek uniki ma'nisini, uniki ichidagi tafsir qilishni, amal qilishni hamma o'qitibdi. Mana shuni jiqning ichiga. Mana bu insonlar eng yaxshi nima kishilar. Puli va, obro'yi va, inovati va, huquqi va undaq kishi emas. Bu İslam dinimizga yaxshi kishini o'lchashningki birdan-bir omili mushu deydi. Biz buni nima yaxshi deymiz. Endi bu ishniki ichida
Hemiz yaxşı olmay, yani to'g'ri olmay, boshqa maqsad bo'lib qolish, bu bir inson. Bu qolgandan keyin u kamchil bo'lishi qisman bir ahvol. U qisman ahvollarniki bo'lishniki o'zidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki bu hedisinki o'ziga nima qilmaydi, zid kelmaydi. Ya'ni bu degan gap, yani bu degan gapniki o'zi jiq insonlarniki o'zi ko'pincha vaqtda men mushundaqchi bo'ladi, yaxshi bo'ladi degan gap. Ya'ni yaxshi shunday ishni qiladi degan gap. Uning uchun yaxshi qilmay, ashda qo'saq vaqti, g'arazlik, maqsadlik, tijorat o'rnida qoladigan, dunyoni ko'zab qoldiganlar umi qismat ahvol. U umumchi bo'lib ketmaydi endi. 4-hadis. Ayşe radhiyallohu ta'ala rahmat qildi dedi Ayşe, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Anda bir kişi okuydu, o kişi Kur'an-ı Kerim'ni. Vahalbuki o kişi mahirdir şu Kur'an-ı Kerim'ni okuşka. Mahirken. Kur'an-ı Kerim tecvidlik, aşo tuluk bir şekilde açraylık, aşo tertiplik, diğerleri tecvid kaydı düşürüp aşağı ne okuptu. Böyle bu kişiler kim bilen buludu? Me'as separatil kiramil berere. Benim bu kişiler bana elçiler bilen ki ula uluk idi, yaxşı idi. Ben uluk yaxşı olan kişilerdeki sifren bildi oludu bula. Yüze ma dünyada turup maddi cisim itibarla ma dünyada bundak yüze uladın ayrım tusumu. Lekin manaviyeti ya ve onun başka o dünya bağavat yüzde en katta iyisil pirişler olup ruhi pirişlerle katarı çok bup gedidi bulunur ki. Çünkü bu insanlar Kur'an-ı Kerim'ni bilimen, öğülmen de verip Kur'an-ı Kerim'ni okuş mayna usta. Yani ustayki tecvid yüzçü nemkulu okuydu. Okandaki bu adamdaki nemisi Allah'ın rızalığını da okandaki bunun karta resmi yüzü cisim bulup bayağı bozumu ruhi pirişte haleti şu kip kalkan gibi. Şu an ruhi tarafının bulup pirişte haleti şu getirdi bula. Kat kişilerin katarını bulup bula. Anda okandaki siz Kur'an-ı Kerim'ni bana andımı demez. O insanlıkı takdidin sırt bilesi şu emez. Hem de o her tecvidlik, açta kaydedik, açta nerede turumuz, kanda harip, kanda çıkarımız, diğerledek onun mensini bilip, düşürüp okuyduğun insanlar mı var? O bir insan. Onda o siz çok kalaysınız. Onda o şulanın katardan, en katı pirişlerin katarı bulumen desin, siz şunda çok okun deydendi. Hem de separat diyen sapırlık cemisi bu elçi diyen gap buludu. Yani pirişler yani. Kiram degan Kerimunniki cemisi kiram. Berere degan Berrunniki cemisi oldu. Berre degan nima u yaxshi degan çok gap bo'ladi. Endi separa degan mana bu elçiler degan gap el pirishtaning ichi el chiqqani o'zi Alloh taoloninki nimasi vahiysini a pirishtaga nima payg'ambarlarga yetkazgan nimada u pirishchilar. Ya'ni Jibril alayhissalom va hokazo degan gap. Endi ya olmaydı Allah Teala'nınki şu elçileri diyen insanlarınki şu etken işlarınki üzerine yazılgan nimeler olan kişiler. Yani Allah'ına halk oturuzdan yani vasıta olan ne boğan buldu uçan yüzde kişi çok buldu. Aslında sefer diyen hazır diyenimizde sapırınki nimesi o cemisi. Hem de malaike bu emellerini bu nimkuldu uçanın üzerinde yani kiram meni emellerini uçan hesaplap men isil yani nayet yaxshi kişiler degan gap. Endi bu yaxshi kişilerdeki periştaning o'zi yaxshi kişilerdeki o'zi bo'lishi ular hech qanday yilaqi günah bunda haram bo'lgan unda bir insoniy hislatdan ular nima pak. Pak bo'lganligi bu nima isil kişiler bo'lgan bo'ladi. Endi kiramın degan meni bu gapniki o'zi bu aviyati deganimizda berara yani birniki cemisi berara oldu. Yani bunun yaxshi iş qiluvchi. Yani davamlı haqqa yaxshilik yetkazgan, Allah'ınki degan ibadet degan şu buyruqni amal qilgan kishilar degan gap. Şu an pirishtaning o'zi nima? Va hum yafalun ma yumarun. Ular nima buyurgan bo'lsa shuni qiladi. Yo'q deydigan unda bir xususiyatchi yo'q. Yani mushlar bilan nima bo'ladi degan gap. Ve anda bir kişi ki okuydu o Kur'an-ı Kerim'ni okuydu. Lekin kekeşleydi o adam şu Kur'an'ı okuşta. O ki bu okuş o adamken muşakkattik. Test okuydu. Okan bolsa
bu adamga ikki ajr cho'ppa. Endi avu mayrub ketgan adam katta adamning qatorida oldu, katta ferishtaning. Endi bu adam Qur'onni ubda o'qiyamagan tashvatma demas uchun shu og'iz kammisimi, bilmisimi, ilib batasa, tajvid, shu ichidagi ma'ni bilma deb jafo tortib o'qigan bo'lsa, u choniki o'zida nima deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam? Men bu odamning o'ziga ikki dona nima ajr bor. Birisi Qur'onni o'qiganlik ajr, yana birisi o'qiyman deb tadqiq kekashlashdan iborat bo'lgan nima jafo. Bunun nima ikki ajr bor. O meni Qur'oni Karimning og'zim kelmayotgan, o'qimayotgan deb o'qimaslikqa hech qanday sababchi yo'q. Uning bo'lmaydi, durustchi bo'lmaydi. Unda vodikin bu nima qilib Qur'onni chu o'qim. Mushunda fazilatli bo'ladi, yani katta amal, savobchi bo'ladi. 5-hadis. Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Ebu Musa, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Qur'on o'qimagan mush odamningki tamsilini mana bayon qilib Peygamber shunday dediki, bir mo'minniki masliki o Qur'oni Karimni o'qiydi. Qur'oni Karimni o'qiydigan haqiqiy mo'min kishilarniki mana masala o'tiruch degan bir nimaga o'xshaydi? Ziroat, ya'ni o'simlikka o'xshaydi. Endi o'tirish deb bir o'simlik bor ekan, shu arab yermi oralida o'sadi ekan. Mana bu o'tirishniki rihi, purig'i yaxshi, ta'mimi yaxshi deydi. Mana haqiqiy mo'minniki Qur'oni Karimniki mana o'qiganligi o'zi kelsak, bu shu o'tirish degan ya'ni o'simlik o'xshagandiki, o'simlik qanday bo'ladi mo'min degan? Bu mo'minniki bütün axloqidan xalqlarga nima qilib puraqniki o'zi shundoq odamga noit mezillik ashtaqanda buniki axloqi bu mo'minning axloqi Qur'on bo'ladi. Qur'on bo'lganiki bütün insonlarga nima qilgan gap, uniki yaxshilik yetgan gap, hargiz yolg'on uchun yetmaydi. Endi uniki ta'mi nima u ta'mimi yaxshi. Ta'mim yaxshiki o'zi amal qiladi, o'zi amal qilib ijro qiladi, shuningla bu ta'mi bo'lgan bo'ldi. Bu nima u yaxshi. Mandaqçı faydası var. Mümin boğa adamın. Ama mümin bo'lmay uchun musulmon bo'lsa uchun boshqa ish. Endi bir mo'minninki misoli ki o Qur'oni Karim o'qimaydi. Qur'oni Karim uchun o'qimaydigan kishiniki masala bo'lsa, bir xom o'xshaydi. Ki o xominiki ta'mi purug'i yo'q. Xomni qarasa purug'i yo'q qarmadi. O akamiz purmaydi, hech qanday purmaydi. Lekin uniki ta'mi nima u? Tatliq. Qur'oni Karimni o'qiyamaydigan mushunda mo'minniki nemisi mana u ta'mi yo'q, nemisi purug'i yo'q, ammo ta'michi bor. Chunki mo'min bo'lish e'tibori bilan Qur'oni Karimga nima qiladi? Amalchi qiladi, ya'ni ichi o'zida bor. Chunki odam o'qigan bo'lsa, u chog'da hech bo'lmadi ya o'rgitib yoki o'rgilib o'qiydi hamdi. Va munofiqniki misoliki u Qur'oni Karim o'qiydi. Munofiq degan nima? Yani kalbide kesellik. Yani zahiri ahvalida men musulmon deb yuriydi zodi, men mu'min deb hattoki. Shundan u namoz o'qiydi, zakot beraman deydi, u haj qilaman deydi, u ro'za tutaman deydi, zot yaxshi ishni qatorida bor. Lekin qalbi nima? Uniki qalbiga rasmiy iymon o'rin olmagan. O'rin olmay shu an nima bo'ladi shu an oraliqsa islomniki barabar kichkina bir yerini teppasa ya mansub bo'lgan ya shuari bo'lgan narsaning o'zi u yerda zahar qandigi u yerda sanchiydi. Bu nima u? Munofiqlar hozirgi zamonimizda ko'rimiz bo'ldi. Endi bu Qur'oni Karimni shu munofiq Qur'oni Karim o'qiydi endi. O'qisa buniki mesela qanday bo'ladi desa, rayhon guli o'xshaydi. Bu rayhonniki purg'i nihoyat yaxshi. Chunki u odam munofiq Qur'on o'qisa boshqalar anglab, ham o'rganib yoki nima qilib uni foydalanadi. Lekin uning ta'mi nima? Ochiqki, uning ta'mi u munofiq o'zi amalchi qilmaydi. Amal qilmagan nima? U ochiq, u zahar u. Shuna ziyon ishni qiladi. Va bir munofiq misoliki Qur'oni Karim o'qimaydigan munofiq misoli kelsak, bu hanzala deydigan bir o'simlik bor. Ochiq. Bunga hech qanday bir puraqmi yo'q. Uning ta'mi nima? Bak ochiq. Purug'i yo'q, ammo ta'mi bak ochiq bo'lgan bir shu o'simlik o'xshaydi bu Qur'onni o'qimagan munofiqning misoli. Hech bo'lmaganda munofiqdan endi ayol Qur'oni Karimni o'qib qolgan bo'lsa, boshqa odam foydalanib, hech qanday uni purug'idan foydalanadi.
Yani ma o'qilmagandan keyin ham o'zi amal qilmaydi, ham ikkinchi bir odam ham foydalanmaydi. Ana puroq mı yo'q? Chunki Qur'on bo'lmagan puroq bo'lmaydi. Hem onun için təmin yok, özü əməl qılmaydı Qur'an boyunca bu müştaqçı oxşaydı deydi. Anda olarkən biz bu 4 xil misalnınki içidən, məsələnin içidən, misalının içidən qanıq oxşışını xalayımız. Hər qadar mümin Müslüman olan adam birinci oluşunu xalaydı, ama ikinci oluşundaki üzünümü iş bomba degəndə şunu oluşumu xalaydı həmdi. Ama münafıqdak buluşu xalamaydı. Onda olarkən siz Qur'an-ı Kerimni okumaydigan yoki onun içindeki amal qilmaydigan nifaq şəklindeki insanlar çox bu qalma deydi. Mana Qur'an-ı Kerimning hozir shundaq o'qiyotgan odamlarning o'zi mana o'zi amal qilgan va kishilarga o'rgatgan. Asli Qur'an-ı Kerim buni taqozo qiladi. Lekin Qur'onni o'rgangan, Qur'onni o'qigan va uni amal qilyapman deb qo'ygan insonlarning ba'zi insonlar kelsak, buni tushmaydi. Bulup mağazaki devrindeki üzde. Qarab baxsak, kazzap, yalğançı, her xil haram işlerini qatqanlarını görüvatımız. 6. hadis. Ömer ibn Xattab radıyallahu ta'ala rivayet qilindi, shuna deb jazman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Jazman Allah kötürdü ma kitap bilan bir qavmni xalq o'ttirisini nima qildi? Kötürüp mana uni rasmiy oliy turmush, mustaqillik, o'zining makoni va davlati va bexatar o'zi yashaydigan xotirjam mushundaq oliy turmushlik cho'q qiladi deydi. Qur'onning sababi bilan. Agar Qur'onga amal qilib başlagan bo'lsa va qo'ydi Alloh taolo shu Qur'onning sababi bilan yeni bir kishilarni qo'yib, ya'ni kishilarni o'tirib qo'yib xar zabuncho qiladi. Bu Qur'on odatki narsa şu emas. Anda odatken biz kötürlümüz, biz adi mushundaq turmush, adi obro'yli hamma yerimizda siyosiy va iqtisodiy tarafdan bizning bu kuchimiz bo'ladi. Desek qanday qilsak bo'ladi ekan? Qur'oni Karimda bilib olib, Qur'oni Karim nima degan bo'lsa shunga amal qilsak cho'q bo'ladi ekan. Yani bu. Ammo Qur'oni Karimga amal qilib unmasa, o'qib unmasa qanday bo'ladi ekan? Mushundaq vayron qiladi ekan. Mushundaq surgundi. Ata-anası, balısı bir-birisinden ayrılıp ketken, görüşemeyen muşundaq imtiyaz ba, imkan ba, muşundaq devrinin üzü yaşayıp mı? Mesela 50-60 yılının aldığı yaşaptırıp görüşemediğiniz bir gap. Adırgı dünyadaki ayet maya koysun, nimi hikayelik sıkıntının işi okulu olan bir devrinin üzerinde terakki kerip, muşut devrinin üzerinde muşta adet çok kaldı. Ne biçim? Kur'an-ı Kerim için emel kılmagan ki. Bu ya da Kur'an-ı Kerim'deki üzerine mene kötürdü diyenin üzerine Qur'oni Karimga amal qilish kerak. Har bir adam, har bir Uyg'ur bu masalaning o'zi tekshirib baxsi bo'ladi. Bu yerda ikkinchi bir odam ustida anda qilmoqlar deganimiz yo'q. Ya'ni taqib ketadi. Har bir odam zodi Qur'onni o'qib, yoki anglab, yoki tushunib, yoki so'rab, o'ziniki qilayotgan amaliyatiga bir seppa qilish kerak. Men shundaqmi emasmi deb. Hamma odam o'zi bildi-ki zodi qanday bo'lganligini. Bu yerda tarafbaz bir taraflikten ibaret doğan. Yani Kur'an'daki ma'lum bir ayet bir tarafga amal qilib, yeni bir tarafga mana uni sal qaraydigan ishlar cho'q bor. Bu amal qilmaganlik, amal qilishning o'zi unga hamma tarafning umumiy amal qilish kerak. Ondaki bo'ladi bu ish. Bir odam qo'pib jihodni evasa oyatning o'zidan fazilat va uning boshqa afzallik meselesini ko'rib, voy mushu deb dinning o'zi jihad deb tushunib olsa, yeni bir odam faqat tabliğ deb tushunib olsa, yeni bir odam 5 vaqt namoz, mushuni qilsak din shu bo'ldi, qolgan ishimiz yo'q deb olsa, bu Qur'oni Karimda qolgan bütün ahkam va uning bütün barliq ta'limotlarning o'zi Qur'oni Karimda bergan ta'limotlar tursa, buniga amal qilmasak, Qur'onga amal qilgan bo'lamda bo'lmaydi. Masalan, baylarning o'zi pulni bergani unmasa, hem namaz okuydu dikiltab mescidge verip. Bunu ona anladı ki bu adam deydi ki ben katı düşüp gittim deydi. Bu Kur'an-ı Kerim'e emel kan bolamda bulmaydı. İbn Ömer radıyallahu ta'ala vardı rivayet kılındı 7. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılındı. Dedi Peygamber. Hasad degan narsa qat'iy bo'lmaydi. Hasad degan narsa islom dinimiz yo'q. Ko'rolmaslik, chidamaslik deydigan bizning Uyg'urcha. Bu qat'iy islom dinimizda mu'min musulmonlarda bu qat'iy bo'lmaydi. Mayli er olsun, ayol olsun. Hasad degan nima? Ko'rolmaslik. Ya'ni bir odamda o'zi o'xshash bir odam bo'lsa, hamma odam o'xshash.
bu adamda özü bulmagan yeni bir adamda bir afzallik, bir alaylık biladi. Bilgendeki bu adam şu sebepten o adam öş oldu. Öş oluş arqali onu adavet tutup mana şu adamdan aşu alaylık ve artıqsın özünü yok qilishni, onu yüzüge buluşqa nima qiladi? Harakat qiladi. Onun obro'yini to'kadi, onun ziyonkashlik qiladi, har xil yo'llar bilan. Bu hasad degan bak yomon narsa. Bu bir nima o't. Bu odamning qilayotgan yaxshi ishlaring hammani shu kul qiladi hasad degan. Shunga Payg'ambar nima deydi? İslam dinimizda musulmon dochilikda mo'min dochilik hasad degan narsa shu bo'lmaydi. Bu la nima? La nafi nima cins, harf nafi cins. Yani hasadniki hech qanday bir parçası İslam dini mo'min uchun bo'lmaydi. Lekin bu qasımı bu qaldı degan taqdirdimi uniki shakli bo'lgan, uniki bir shakli bo'lgan, ya'ni nima qiziqishdan iborat bo'lgan, aning bo'pti, mangmi bo'lsin degan gap endi bu yana g'ibti deydi. İki narsada buniki shakli hasadga o'xshab qolgan narsa ikki dana bo'lib qolsa, bu qoladi İslam dinimizda, ya'ni mo'min musulmonlarda. Undan boshqa hech qanday hasad yo'q bo'lmaydi deydi. Mana hozirgi davrniki o'zida bulup bizning davrimiz o'zida bu hasad degan natija. Hozirgi bo'layotgan ish bir-birisi turmush men deb ko'z qilish. Uniki turmushning obdan bo'lishi, buning to'g'an bo'lishidan iborat bo'lgan mushu bir yer kelolmay, mushtaq bo'lishniki bir tarafı o'ttirib bir-biriga Alloh u kishiga bergan ne'mat va afzallik inkor qilib chidamaslikdan iborat bo'lgan bu ishlarning shu paydo bo'lishi. Bunun bilan andaki kishilarning o'ttirisida adovat va undan boshqa dushmanlikdan iborat bo'lgan birlashmasdan iborat bo'lgan baloy ofat vujudga keladi. Bu faqat xatar. Bu dozaqqa kiryapti-da, shayton dozaqqa kirayotgandek. Bu odatga narsa emas. Endi ikki narsa bo'lib qoladi. Eğer bo'ldi degan taqdirdami, u qal. Bir odamiki unaga Alloh taolo Qur'oni Karimni shu beribdi. Ya'ni Qur'oni Karim o'qiydigan, biladigan, tushunadigan, meni mushtaqcho qilibdi. Qilib, mana u odam turibdi shu Qur'oni Karim bilan keçiniki taraflarida va kunduzninki taraflarida o adam ne o'qibdi? Qur'on bilan turibdi. Ya'ni akşam bekor turmay Qur'onni shu imkon bo'lgan qadarda o'qib, amal qilib, tafakkur qilibdi. Mana agar mushundaq bir kishiga Alloh taolo mushundaq bir ne'matni bergan bo'lsa, shuni qarab anadagi mu'minniki o'zi mangma ashtaq bir Alloh ashtaq bir xislatni bersa ekan deb bunda bir arzu armon qilsa bunida bo'ladi. Bunida bo'ladi. Yana birisi bir adamiki o kişiye Allah Teala bir mal yürüptü, bay kıptı. Her taraftan. Andaki bu adam bay vergeni başka turup kalmayın. O adam yani haşlepti, o adam bu malın üzerine keçiniki tarafları ve kündüzdeki tarafları ne kıptı, o haşlepti. Yani devamlı çok yaxşı iş battı. Maya yardım kısıla dep boğaca ya ki yardımın gep çık bolsun otomatik aletde açtık keçini gündüz vay akşam verdim gündüz vermeydim akşam vermeydim bilsek olmaydı demezsin. Devamlı çünkü berdan aşağı alet kelgen bolsa men bunu bir adam kögen bolsamış işini anladıkin bu adam çünkü bunun sevabı katta olgandikin bu mümin bu adam bildi. Ani bunu qarab anadikin Allah bunu vergen açtan mal mulkdan ibaret olan baylıqın mağını bergen bolsun. Men şundaq men işlarni qilgan bolsam kina deb mundaq bir arzu armandan ibaret olan men hasadniki bir shakli bo'lgan ma'nosi qilsa o'chani üzülçü bu durus bo'ladi deydi. Endi hasad degan nima? Hasad degan ana oyat deganimizda ma adamlik bo'lgan ne'matniki o'zi butunlay yo'qdir. Uni mağa bo'lsin deyish. Bu hasad. Ammo ma nimetin yüzü madem buptu Allah biripti. Belgendeki şunu okşaştım mağmı bəsikini Allah. Dep yüzü Allah'a ve dua kılıp yüzü ameliyat hareket kılıp müşta arzu armağın xiyal kılıp müşta kısa bu durus İslam dinimizden. Ama madem belgen nimetin yüzünü bir yok kıvetip onunki ornağa mağmı bəsun ya ki anığı belgen bolsa dep unda kılış arzu kılış. O kılışın yüzü tüttün aran. Şundak arzu qilib xiyal qilib qo'yishning o'zi nima harom. Bu qattiq turishchi bo'lmaydi. Mana bu ikki narsani qischa bo'ladi deb Payg'ambar taqcho deganda yer. Ashtaq dur so'g'an bo'lsa deydi. Andavandikin mana Qur'oni Karim kecha kunduz as akşam bekat tomay o'qib amal qilgan kishiniki afzalligi mushtaq nima katta.
El-ana degan yani saat degan gap bo'ldi. Kechininki va kunduzninki soatlar, vaqtlari degan gap. Bara ibn Azib radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan 8-hadis dedi bara, berti bir adam o'qiti so'r kahpini. Valuku adamning qishida bir atvatiki chigilguchida ikki shatan deydi. Shatan degan yani nima bir og'amcha. Mana ikki og'amchiga bu yiliqi atning o'zi chigil ekan. Şunu yep aldı bu atniki üzerine bulut. Yani o adamın üzerine yep aldı deydi o. Yep algandayken pes acılık adam yep şu atın yanında sörkefini okuyatıp iken şundan başladı bu bulut haletiki yakılışını. Bulut yep algandaki daha yakılışatkanlığı için başladı. Ve kıldı bu adamniki eti men ürküydü bu buluttan. Ürküp bulutu kaçıp aşağı işte çok kılıdı. Pes o vakittaki tanıtırdı o adam. Geldi bu adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına gelip bu gapni Peygamber dedi. Diğerine dedi Peygamber men şu bir sakinettir. Aramlıktır. Ki düşüdü bu Kur'an için. Ay okulgan Kur'an için bu sakinet nima qiladi? Düşüdü deb Peygamber işte çok degandi deydi. Endi bu sakinet sakana yaskunu sukun yani şuhtu dediğin gap sakinet degan gap adamniki ruhiy holatidagi yani qalbniki aram yani rahat turishi bahraman mujda nayte rahat parag'atlik mujda nayte bek uçdak ruhiy tarafdan çok bo'lish bu eng nima o katta bir ne'mat. Mana buni boshda kechiga inson buni biladi. Chunki hozirgi men davrning o'zida insonlarning ko'pinchisi nima sakinat yo'q. Davomli bir aramlik var. Yil atcha kelayotgan, yil binasi qilayotgan, anil xat bo'layotgan, buni qilayotgan, için tit bo'layotgan. Bu zamonimizdagi bir nima bor ofat. Mana buni bilan birlikda bu andagi insonniki jismi zarar qilib, shundan kasal, qalbi kasal, mana har xil kasal va uni bir o'xshamagan kasallarga nima qiladi, chiqyapti. Bu bir nima ofat. Ammo Allah Teala'nınki buniki evet uniki o'rniga sakinatni qo'yishniki o'zi, ya'ni bir oilaga, bir kishiga, bir millatga berishning o'zi ajoyib bir ne'mat. Bu ruhiy aramlik asl bo'lsa insonda qolgan narsa hammasi bekor. Ruhiy xotirjamlik bo'lmasa u odam aqancha cho'ng yerda turibasimi, oliy imoratda, oliy uy turibasimi, u odam ko'ngli xotirjam bo'lmasa, u narsaniki o'zini huzur halovat oldiga ishchi bo'lmaydi. Şu an Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ana şu Mekke'ye yakın nime Uhud urushi ve Bedir urushi da men aşu sahabenin özgü sakinetdeki düşügenligine alayda tilg elip buna müştaq qildim deshniki sebebi şu mene muşu. Bunu bu bizdeki inan hozir davrda bu sakinetdeki qanday ekanini şu ko'ryapmiz. Ruhiy xotirjamlik ajoyib rahat. Ammo ruhiy xotirjam bo'lmagan odam saram. Neymiş olmaydigan. Unda o'zikin demek siz Kur'an-ı Kerim'deki Sör Kahf'ini okusanız, muş adamda, konuğunuz ne buludu? Hatırcan buludu. Mene şu Kur'an-ı Kerim meyli Sör Kahf'ini okun ya Kur'an için depti. Kaysi ayet okusun konuğunuz hatırcan buludu. Resmi ebediye silap baksak resmi doğru alın. İhlas bilen resmi doğru bir şekilde okusak kalbimizge şunda rahat. O bir şüp ketemde, o nimp ketemde, onu çok hatırcan bulmuş. Muttafaqun alayh. Şatan degan şini muacemeninki yani çekitlik şinniki zirveden ve çekis ta bilen bununki ma'nosi habl yani ag'amcha degan gap. Şat oyada şatalay ikki ag'amchani degan gap. 9-hadis İbn Mesud radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi dedi İbn Mesud dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bir adamiki o'qigan bo'lsa o adam bir harfni Allohning kitobidan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bir harfini okuttu. Okan olsa bu adam için bağdır. Bir tane nime var? Güzel iş var. Yani savapçı var. En güzel nersi ki o nime? Savap. Ve bir güzel iş beraber oldu yüzünki 10 okşuğa. Yani bir adam Kur'an'dan bir ilipni okan olsa bu adam bir hasene yani yaxşı iştin birini kıldı da bu kapat bergendikin
Buniki mukofoti 1-10, hattoki 700 o odam qanday o'qidi, uni shartlariga ixlos bilan qoidaga tushirib o'qish mushtaqchun bo'ladi. Demayman deydi Payg'ambar. Alif, lam, mim buniki umumiy majmusi harf demayman. Bir harf demayman. Bir harf demayman. Belki alif bir harfdir. Alif lamning ichidagi ilif, ya'ni hamza bir harf. Lam o bir harf. Mim o bir harf. 3 tane harf bo'ldi. Ana olarkan bir adam Qur'oni Karim alif lam mim deb o'qigandan keyin avtomatik holatda bu odamga 3 tane savob ish yoziladi. 3 tane savob ishini yozish bilan birlikda andan keyin ubdan to'g'ri o'qib, tajvid tushirib o'qigan bo'lsa, o'chaningizda mana 10. Ya'ni nima o 3 tane bo'lgan vaqtning o'zida har birisiga 10 dan bo'lgan bo'lsa, mana 3 bo'lgan bo'lsa 30 tane yaxshi ishni qildi bu odam deb Alloh nima berdi ekan? Mukofot berdi ekan. Mana bu mukofotniki mevasini biz jannatning daraja va mevjud foydalarni huzur olgan narsa bor. Mana mushu dunyodagi qilgan yaxshi amallarniki netisi aşağıda nima qilamiz? Uni ko'ramiz. Qarab bo'lsa, ba'zi odamlarniki shunda oliy uyda, bizning yuqori yemak, ichmak ajoyib. Bu yana rohatniki har xil shakli bor. Shakli natija turi, uniki shakli, uni bir-birisi o'xshamaydi. Ham darajasi. Bu qandaq bundaq jiholu desem, bu dünyada kan her bir adamniki şu kan amelniki derisi, amelniki yüzü qarab uya derece belirleniyor. Deyil. Anda o halde Kur'an-ı Kerim'deki alif lam mim'nin 3 harf deb hesaplanğan ekan, unda olsa qancha savob bo'lmoqchi. Mana haddidan ziyoda mana jiq savob olaman desiniz, Kur'an-ı Kerim'ni o'qing. Kur'an-ı Kerim zikr. Zikrninki en kattisi, en afzali nima? Kur'an okuş. Kur'an okuşniki aldığan hiç kandak zikirninki mene kattisi üçü nem kılmaydı, ötmeydi. Hem de onundan başka zikirninki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki belgen talimatlar var. Mesela subhanallah ve bihamdihi, subhanallah lazim, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah, onundan başka bir kança. Eğer o man okup biz onu okumuşsak umuşundan ne boludu? Savap boludu demdi. Hem de Kur'an-ı Kerim'nin okuyanınki hiç kandak nesniki savabı Kur'an-ı Kerim'in okuyanlık için yetmeydi. Peygamber sallallahu degan seyyidisi açtak mani okuydu, manda oldu, anda savab ise onunla çok boludu. Onda o ki biz kandak kılışımız gereken cık savab almakçı zadı biz. Biz üstümüzdeki mecburiyetini adak boğan deyin keyin, ben Allah'ın ki rahmeti bilen cıkrak savab ecrini elip, benim şu Allah'ın ki rahmeti bilen biz cennetke girip, cennette andaki bununki meyvesini görmekçi. Onda bunun işi kandak kılışımız gereken Kur'an okuşumuz gereken. Kur'an okuşumuz gereken. 17. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılın dedi İbn Abbas. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen bana anda bir kişi ki yok o adamniki qo'sig'ida Kur'an'dan hiç qanday bir narsa yo'q olan kişi xarab bo'lgan uyga o'xshaydi. Mana xarab bo'lgan uy qanday? Bizniki aldığımız hiç qanday bir qimmati yo'q. Onunki xarab bo'lgan uy, agar men uykan deb u yerda men bir yatay desa, o uy o adam hiç qanday bir narsani uchun ep kelmaydi. Hiç qanday soğuk ya issiq yoki olmaydi düşman yoki olmaydi har qanday ziyonliq narsani nim qilolmaydi. O xarab bo'lgan uy, vayron bo'lgan uy saqlayolmaydi. Unda o'zikin bir odamniki qo'shig'ida Qur'oni Karimda iborat bo'lgan, mana bu Qur'ondan kichkina ya bir oyat yodib olgan, ya amal qilgan, uni tushunadigan bir narsa bo'lmagan bo'lsa, demak bu odamning o'zi xatarga bo'ldi. Çünkü xarab bo'lgan uy hech qanday asqatmagan ekan, bu odamning o'zini o'qimaydi, asqatmaydi. Shuning uchun hozirgi davrimizdagi o'zidan din uchun, haqiqat uchun zolimi qarshi bo'lgan mushunda ishlarning ozib ketishniki o'zi nima uchun? Chunki bu odamlarning qo'shig'ida Qur'on yo'q. Qur'on yo'q degani o'zi, ya'ni Qur'oni Karimninki rasmiy bilib tushunib amal qilish yo'q. Amal qilmagandan keyin nima bo'ldi? Xarab bo'ldi. Shu xarab bo'lgan islom dunyosi ham bizning vatan, shuning bilan qanday bo'ldi hozir yotlarniki o'zi bizning nima qildi? Vayron qilib bu holatga ekyapti. Bu endi Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı. Dedi Peygamberimiz deyildi Kur'an sahibiga, Kur'an'a iyi çıkan, sahip çıkan şu dünyadaki kişiye. O kim aynı ayette diyelimizde.
Kur'an o'qishni o'rganibdi, tajvid o'rganibdi, obdan o'qishni, ichidagi ma'nini nima deganligini uni o'qibdi, nima deganligini uni bilishga mana harakat qilibdi, bilibdi, o'qibdi, tushunibdi. Bu sahib chiqqanlik bo'ladi. Sahib degan bu bo'lgan gap. Sahib chiqdi deb qo'yib, uning ichidagi amalni nima deganligini bilmay amal qilmay, andi voy mushtaq qilib nima emas. Mana shu Qur'onga sahib chiqqan odam deydi-da, bu shu dunyodagi sahip çıkan bo'lgan bo'lsa, u odam qiyomat kuni deyiladi-ki, nima? Iqra yog'mish dunyoda, iqra wartaqi warattil. Kama kunta tarattilu fid dunya. Turattilu fid dunya. Peyna manzilaka inda ahir ayeti taqra'uha. Deyildi. Sen oku Kur'an'ı. Wartaqi ürle. Taraqqiy qilib, texim chiroyli, texim ubdan, texim ziyoda nima qilgan o'qin. Warattil va aldırmaycho oku. Rattadan yuratib tartib berdi, ya'ni uni aldırmay nima qilgan, uni chu o'qigan. Yo'q, aldırmay, huzur alovat bilan, tafakkur bilan nima qilgan, o'qin. Qandaqki bertinsan, o'qitinsan dunyoda. Mana sen dunyoda qanday o'qganda, men mushta o'qiting, sen bu dunyoda ashta o'qibsan, mukofot erishmanma, dunyo mamayakaga Qur'onniki sahibsan bo'lganligi eshitibsan, bunda ne'mat, bunda martabaga erishgan. Anda onu mushada aş dunyo o'qganda sen nima qilib, işte o'qibdi deydi. Ya'ni demak, Qur'oni Karimniki o'ziga mushta o'qib, mushta amal qilib, mushta qilsak, buniki shakli yani o dunyoda shu bo'ladi ekan. Mana bir shakl. Chunki seninki o'rning oxirgi oyatda bo'ladi-ki sen o'qiysan. Sen Qur'oni Karimni o'qigan eng oxirgi oyatda nima deb o'qigan bo'lsang, shu dunyo davomli o'qib boshlagan bo'lsang, ajal shuni to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, shu oyatniki nima degan bo'lsa, shu oyatniki ashu muhtazasi bo'yicha bu oxiratda manziling shundoqcha bo'ladi. Deb mushta nima qildi? Deyilib turdi bir firishta bu odam Qur'onni davomli sahib chiqib o'qib turgan bir odamga deydi. Ya'ni mushu dunyoning o'zida aş qanday qilgan gap, aş Qur'onni sahib chiqib o'qib turgan bo'lsa bir firishta yana davomli mush gapni deb turgan. Ammo biz anglamaymiz. Olmagan bilan bu nima haq mushta chu deyilib chu turdi endi. Endi bu savobniki o'zi mushu edisidan chiqadiki, demak Qur'oni Karimni rasmiy yoda olgan. Va shu Qur'oni Karimni mana o'qish, ado qilish jihatda rasmiy mustahkam, tajviddagi rasmiy tushunib, mushtaq qilgan odamga nima bo'ladi ekan, u mana shu bo'ladi ekan bu mukofot. Bunda boshqa odamga shu bo'lmaydi ekan. Deydi. Endi bu yerda Qur'onni Karim tartil qildi degan gap birisi shu yod deb o'qish, yana bir Qur'onniki o'zi qarab o'qish ham amal qilish. Bu amal qilish asos qilindi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.